Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan ismaloqni qaysi oylarda va qanday qilib ekish to'g'risida tushuntirib o'taman. Unda videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki videoga like bossangiz, video tezroq odamlarga tarqaladi va bu video boshqalar uchun ham foydali bo'ladi. Unda videoni boshladik. Birinchi navbatda ismaloqni qaysi oylarda ekish kerak? Ismaloq asosan qish, bahor oylarida yaxshi hosil beradi. Shuning uchun ismaloqni kuzning oxirida, ya'ni sentyabrdan boshlab oktyabrgacha eksa bo'ladi. Ismaloq unchalik issiqsevar o'simlik hisoblanmaydi. Bunga juda issiq havo ham to'g'ri kelmaydi. Juda past minus darajadagi havo ham to'g'ri kelmaydi. Bunga asosan 15 va 20 gradus shu atrofidagi havo yaxshi bo'ladi. Agarda xonaning harorati 20 gradusdan o'tib ketadigan bo'lsa, ismaloq barglari mayda bo'ladi va gullab ketadi, ya'ni gul chiqaradi. Agarda 15 gradus va undan yuqoriroq bo'lsa, ismaloq yaxshi hosilga kiradi. Barglari yirik va sifatli bo'ladi. Buni yerini qanday qilib ekkan, uni tagiga nimalar bergan yaxshi o'g'itlardan. Ismaloq go'ng, ya'ni mineral o'g'itlar yaxshi hosil beradi. Ismaloqga mineral o'g'itlar bergan yaxshi, ya'ni chirindilar, ya'ni chirigan go'ng, sho'x va shu kabilar. Dorilarga keladigan bo'lsak, karbamid, almafosfat shu kabi dorilar unga yaxshi hosil beradi. Suvga keladigan bo'lsak, ismaloq unchalik ko'p suv shart emas, unga namlik bo'lsa bo'lgani. Issiqxonada ekilgan bo'lsa, u issiqxonaning o'zini namligi yaxshi saqlanib turadi. Shu sababdan tez sug'orish shart emas. Ismaloqning foydasiga keladigan bo'lsak, har 2 haftadan bir marta terib sotganda ham mana shu ko'rib turgan joyinglar 2 sotix joyga ekilgan ismaloq. Hozir bu terib olingan. Har bir terimda 60 kilogramm va undan ko'p hosil beradi. 60 kilogramni boring 10 ming so'mdan hisoblaganda ham bu ancha pul bo'lib ketadi. Ya'ni bu bir oyda 2 marta terib olinsa 1 milliondan ko'p pul bo'ladi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bosishni unutmang. Bundan da qiziq videolar hali oldinda.